O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi yil sayin ortib bormoqda. Mamlakatimiz so'nggi yillarda tinchlikparvar, ochiq va faol tashqi siyosat orqali mintaqaviy va global masalalarda o'zini ishonchli hamkor sifatida namoyon etmoqda. Bu tendensiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 80-yubiley sessiyasida yana bir bora o'z isbotini topdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu nufuzli xalqaro minbarda so'zga chiqib, dunyo hamjamiyatini o'ylantirayotgan eng dolzarb masalalar yuzasidan aniq va hayotiy takliflar bildirdi. Davlat rahbarining nutqi nafaqat jahon siyosiy elitasi, balki yurtdoshlarimiz orasida ham katta qiziqish va xayrixohlik bilan kutib olindi. Davlatimiz rahbarining Amerika Qo'shma Shtatlariga tashrifi eng avvalo Birlashgan Millatlar Tashkilotida katta ma'ruza bilan chiqishlari bugungi kunning eng katta siyosiy voqeasi. Biz uzoq yillardan beri turli davlatlar o'zimizda kechayotgan jarayonlarni kuzatib kelamiz. Baho bergan paytlarimiz bo'lgan. Lekin Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbarida o'zbek tilida nutq aytish juda ham aniq, jo'yali, ko'plar to'g'ridan to'g'ri qabul qiladigan takliflarni aytish bu o'zi bo'lmaydi. Buni aytadigan kishi o'zi mansub bo'lgan xalqining, millatning o'sha ovozini, orzu niyatlarini ifodalab beradi o'sha minbarda. Biz nimani xohlayapmiz bugun O'zbekistonda? O'zbekistonda davlatimiz rahbarligida yangi tashqi siyosatning asoslari qabul qilindi. Bu siyosatni ko'p sharhlash mumkin, lekin mag'iz gap shundaki, agar shu u yoki bu mamlakat biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lsa va bu hamkorlik birinchi navbatda O'zbekiston manfaatlariga, xalqimizning manfaatlariga to'g'ri kelsa, biz albatta ular bilan hamkorlik qilamiz. Keyingi paytlarda bundoq dunyo xaritasiga qarab O'zbekistonning iqtisodiy, siyosiy, boshqa aloqalarini ko'rsangiz, bu shiddat bilan kengayib boryapti. Bu yog'i Yaponiya, bu yog'i Hindiston, Saudiya, mana Pokiston, bu tomonda Fransiya, Germaniya, mana endi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan hamkorlikning yangi sahifalari ochilyapti. Davlatimiz rahbarini kuyunchaklik bilan dunyo siyosatidagi tebranishllar, globallashuv sharoitidagi bo'layotgan holatlarga o'zlarining samimiy fikrlarini bildirib o'tdilar. Bugungi mulohazalari albatta bu davlatimiz rahbarini Markaziy Osiyoni birlashtirish, tinchlik, totuvlik, bag'rikenglik, shu bilan birgalikda turli tashqi tahdidlarga birgalikda dunyoning hamma mamlakatlari birlashgan holatda harakat qilishga qatalgan katta da'vatlarni biz o'zimiz guvohi bo'ldik. Albatta, bugungi olib borayotgan siyosatning ham ma'no mazmuni shunday iboratki, bugungi siyosatda yangi O'zbekistonni qurish g'oyasida butun mamlakat aholisini birlashtirish. Davlatimiz rahbari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarga ham to'xtalib o'tib, bugungi ortga qaytmas darajaga yetgan islohotlarning mazmun mohiyatini mana shu yuksak minbardan turib ochib berdilar. Bundan tashqari Afg'on masalasida alohida to'xtalib o'tdilar. Afg'onistonni yolg'izlatmaslik, uni qo'llab-quvvatlash masalasiga ham alohida ahamiyat qaratdilar va yana bir yaxshi bir g'oyani olib chiqdilarki, Markaziy Osiyoni birlashtirish, chegaralarni daxlsizligini ta'minlash, qo'shnichilik masalalari bo'yicha fikr bildirgan bo'lsalar, endi mana shu so'nggi 8 yil ichida bu amaliy isbotini topganligi, chegaralarimiz ochilganligi, bir musht bo'lib, bir harakat qilib mana shu Markaziy Osiyoni, mana shu 5 ta mamlakatni birlashtirishga ketgan juda katta sa'y-harakatlarni davlatimiz rahbari e'tirof etdilar. Albatta, bu tom ma'noda bo'layotgan islohotlarning natijasi. Kelgusi yillarda Markaziy Osiyoni yana ham katta hubga aylantirish, innovatsion, startap, shu bilan birgalikda savdo-sotiq rivojlangan juda ham katta bir hubga aylantirish masalasini ilgari surdilar. Eng muhimlardan bittasi mana Markaziy Osiyoda yangi bir holat yuzaga keldi. To'siqlar hammasi yo'q bo'ldi, eshiklar ochildi, yo'llar ochildi. Hech kim bundan ziyon ko'rayotgani yo'q. Bir-birimizga yaqinlashyapmiz. Adabiyot, madaniyat, san'at, iqtisod. Ana endi kooperatsiya boshlanadi. Prezidentimizning bitta katta yutug'i mana shu 5 ta rahbari o'sha maslahat kengashini tuzishga katta hissa qo'shdilar. Bu kengashda endi ochiqchasiga mana bunday qilamiz. Biz bu tomonni o'zimizga olamiz, zimmamizga deb yaxshi bo'lyapti. Buni ustiga mana Turkiy tilli davlatlar kengashini tuzilishi. Qarang endi, mana hozir juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin? Bundan ortiq hech narsa bo'lmaydi. Biz shu kunlarga yetib kelganimizga shukronalik aytib, mana shu yanada mas'uliyat bilan ishlashimiz kerak, buni davom ettirishimiz kerak.
Prezidentimizning ushbu yuqori minbardagi nutqi orqali O'zbekistonning yangi ochiq va pragmatik siyosati global muammolarga nisbatan yondashuvi hamda mintaqaviy hamkorlikka qaratilgan strategik qarashlari yana bir bor namoyon bo'ldi. Ayniqsa prezident tomonidan Yaqin Sharqdagi murakkab vaziyat, xususan G'azo sektoridagi og'ir gumanitar inqiroz yuzasidan bildirgan fikrlar, urushlarni to'xtatish va siyosiy muloqotlar orqali muammolarni hal etishga qaratilgan chiqishlar xalqaro hamjamiyat tomonidan yuksak baholandi. Mamlakatimiz rahbari ikki xalq, ikki davlat tamoyili asosida muammolarni hal etishni qo'llab-quvvatlab, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rezolyutsiyasining ijrosi muhim ekanligini ta'kidladi. Prezidentimiz ham aytib o'tdilar. Biz bu masalalarni tinchlik yo'li bilan, diplomatik yo'llari bilan hal qilishimiz kerak dedilar. Haqiqatan ham shunday, chunki biz 10, 5 asrda yashayotganimiz yo'q. Biz 21-asrda yashayapmiz. Ya'ni ertaga sun'iy intellekt kirib kelyapti bizni. Nima deydi? Jamiyatimizga yillar davomida bu urushlar ketyapti. Oylar, yillar davomida ketyapti va bu joydagi aholini tinchligi, bu joydagi aholini salomatligi, qanaqa reformalar, islohotlar haqida o'ylash mumkin bu joyda, to'g'rimi? Urush bo'layotgan joyda. Qanday taraqqiyot haqida o'ylash mumkin? O'zbekistonda yashayotgan har bitta fuqaroni istagini prezidentimiz mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotining minbaridan turib aytdilar. Bizni ko'nglimizdagi gaplarni, bizni kelajak haqidagi o'ylayotgan o'ylarimizni, orzularimizni, shu bilan birga hozir hali yakuniga yetmagan islohotlarni samarasiga bo'lgan ishonchimizni ham mana shu ma'ruzalarida aytib o'tdilar va biz juda ham mana shu prezidentimizning olib borayotgan siyosatlaridan mamnunmiz, ularni qo'llab-quvvatlaymiz va o'ylaymanki, butun dunyo e'tiborida bo'layotgan O'zbekiston mana shu butun dunyo e'tirofida bo'lsin doimo. Shu bilan birga davlat rahbari o'z nutqida ayollar va yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Xotin-qizlarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi rolini yanada mustahkamlash, mintaqaviy darajada Osiyo xotin-qizlar forumini muntazam o'tkazish tashabbusi ilgari surildi. Yoshlar borasidagi masalalar esa prezident nutqining muhim nuqtalaridan biri bo'ldi. Yoshlarni quvontiradigan holat, chunki davlatimiz rahbari kelajak avlodga e'tibor qaratdilar. Yoshlarni birlashtirish masalalari, globallashuv sharoitida yoshlar bir musht bo'lishga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surganliklari va aynan o'sha jahon yoshlarining tinchlik sari harakati ta'sis yig'ilishini, aynan uni markaziy ofisini Toshkent shahar tashkil etish tashabbuslari, bu tasavvur qiling, butun dunyoda tinchlik uchun kurash ketayotgan bir vaqtda davlatimiz rahbari butun dunyodagi eng katta qatlam bo'lgan yoshlar manfaatlarini o'ylaganliklari va uning o'sha ta'sis yig'ilishini Toshkentda, aynan Markaziy Osiyoning eng katta yuragi bo'lgan O'zbekistonda o'tkazilishi ham bu bejiz emas, chunki davlatimiz rahbari gumanizm g'oyalari, insonparvarlik, tinchlik g'oyalarini mana shu g'oyada o'zini aks etganini guvoh bo'lishimiz mumkin. Albatta men bir yoshlar vakili sifatida shuni ayta olamanki, bugun nafaqat mamlakatda, balki Markaziy Osiyoning yoshlarini birlashdi. Davlatimiz rahbarining bugungi oqilona siyosati tufayli bordi keldi aloqalar kuchaydi va biz yoshlar ham shu siyosatni to'liq qo'llab-quvvatlab, bugungi bo'layotgan islohotlarga labbay deb javob berishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana shu prezidentimiz nutqlarida yana bir muhim jihatni ta'kidlab o'tdilar. O'sha terrorizm, ekstremizm, giyohvandlik, separatizm kabi g'oyalarni yoshlar orasida, umuman davlatlar orasida chek qo'yilish masalasiga ham alohida ahamiyat qaratdilar. Ya'ni bu uchun butun tuzilmalar mavjudligi, o'sha aksilterror tuzilmasini, demak, bevosita Toshkent shahrida tashkil etish masalasi, demak, terrorizmga qarshi kurash g'oyalarini yana ham kuchli yakdil qo'llab-quvvatlash. Bu, demak, xavflarga qarshi birgalikda kurash masalasini ham davlatimiz rahbari alohida qayd etib o'tdilar. Bu albatta nutq, tarixiy nutq. Qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, mana shu islohotlarimiz hammasi reja asosida ketyapti. Ko'pchilik o'ylaydi, bizni O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni dunyo bilmaydi deb o'ylaydi. Unday emas, aksincha. Hozir butun dunyoning nazari O'zbekistonda. Birinchi o'rinda ularning nazari bizning prezidentimizda. Chunki shaxtam gapiradigan, o'zini aytganini qiladigan prezident haqiqatan ham bugungi kunda bizning prezidentimiz lider prezidentlar qatoridan o'rin oldilar. Va shu bilan birga qay darajada bu narsalar bajarilyapti, bu ham hammani ko'zini o'ngida namoyon bo'lyapti. Masalan, Osiyo xotin-qizlari masalasi bo'yicha ham alohida fikr bildirdilar. Ya'ni bizni O'zbekistonda muntazam ravishda mana shu forumni o'tkazish takliflarini ham berdilar. Albatta, gender tenglik masalasi ham hozir bizda juda bir dolzarb masalalardan biri edi. Hozir bu biz uchun unaqangi juda ham murakkab masala emas. Biz hozirgi kundagi ayollarimiz juda ham faol. Mana shu 10 yil oldingi ayollarimiz bilan hozirgi
ayollarimizni mavqeini, bilimini, talantini hech narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Chunki ularga prezident tomonidan shart-sharoitlar yaratildi. Davlatimiz rahbarining mazkur nutqi nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib xalqaro hamjamiyatni tinchlik, hamkorlik va barqaror taraqqiyot sari chorladi, balki O'zbekistonning jahon sahnasida faol, tashabbuskor va mas'uliyatli ishtirokchi sifatida mustahkam o'rin egallashini yana bir bora tasdiqladi. Hamma davrda ham hamma rahbarlar birinchi ish kundan boshlab o'zini faoliyatini islohotlardan boshlaydi. Lekin bu islohotlarning hammasi ham natija bermaydi. Mana endi bugun O'zbekistonda ochiqlik siyosat, xalqning fikrini eshitish, xalqning dardiga quloq solish, uning yonida bo'lish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Biz endi mana shu prezidentimizning mana shu ma'ruzalarini hammasini bir chiroyli qilib o'rganib, bularni joylarda targ'ib qilishimiz kerak. Nimalarni qilishimiz mumkin, biz shuni qilmay turibmiz masalan. Nega biz ta'limni uzoq yillar isloh qilmadik? Mana shu savol. Chunki mana bitta yozuvchimiz, shoirimiz bir maqolasida aytib o'tdiki, biz doim boshqa mamlakatlarda ham, juda ko'p mamlakatlarda bolani maktabga moslash kerak degan shior bo'lgan. Endi ilg'or davlatlarda, Finlandiyada, boshqa joylarda maktabni bolaga moslash kerak degan tamoyil bor ekan. Mana bugungi maktab sohasidagi islohotda ana endi o'qituvchi ma'ruzada aytilgandek, uni shunday unga imkon berishimiz kerak, mustaqil fikrlashga o'rgatishimiz kerakki, ana shu mas'uliyatni, ya'ni maktabni bolaga moslashini his etib, o'zining ishini yangicha qurish kerak bo'ladi. Endi astoydil bo'lib mana shu sessiya materiallarini, boshqa hujjatlarda ham aytilgan materiallarni, jumladan mana shu yaqin sharqdagi mojaroni hal qilish to'g'risidagi bizni prezidentimizning taklifini chuqur va ta'sirchan qilib tushuntirib berishlari lozim deb o'ylayman. Men yaqinda shu Donald Trampning shartnoma tuzish mahorat degan mashhur kitobi bor. Shu kitobdan ancha qismini tarjima qilib jurnalimizda e'lon qildik. Tramp janoblarining ichki dunyosi, masalan, biznesga munosabati, boshqa odamlar bilan muloqoti juda chuqur ochib berilgan. O'zini kamchiliklarini ham aytgan. Amerikada tasodifiy davlat rahbari bo'lmaydi endi. Shu ko'pni ko'rgan, qo'lidan ish keladigan odamlar prezident bo'ladi. Men hozir jurnal uchun Hindistonlik donishmand Oshoning yangi kitobidan parchani o'qib o'tiribman. Osho aytadiki, kuchli odamlar deydi, jasoratli odamlarda qo'rquv bo'lmaydi deydi. Qo'rquv jasoratsiz, o'ziga ishonchi bo'lmagan odamlarda qo'rquv holati bo'ladi. To'g'rimikin, noto'g'rimikin deb. Endi katta bir mustaqil davlatga rahbar bo'lgan kishida qarorlar ham, farmonlar ham, islohotlar, o'zgarishlar ham qat'iy bo'lish kerak. Bir so'zli bo'lish kerak. Birovga so'z berdingmi, uni bajarish kerak. Biz hozir O'zbekistonga mana turistlarni, sayyohlarni kelishga da'vat qilyapmiz. Ular soni har kuni oshib boryapti. Nimani hisobidan? O'zbekistondagi tinch hayot, odamlarning mehmondo'stligi, bag'ri kengligi, mana shuni Tramp janoblari aytdilar-da, biz avvalroq kelishuvdik hamkorlikka. Davlat rahbari o'zining so'zining ustidan chiqdi degan, men bundan xursand bo'ldim deyaptilar. Siyosiy portret bir kunda shakllanmaydi va siyosiy imij ham bir kunda shakllanmaydi. Uning shakllanishiga deylik bo'yoqlar emas, mo'yqalam emas, o'sha xalqning hayotida bo'layotgan o'zgarishlar, jamiyatdagi o'zgarishlar va buni hammasini bitta so'z qilib aytganda jamiyatning ma'naviy, axloqiy darajasi belgilab beradi. Humanizm g'oyalari, insonparvarlik g'oyalari, adolat g'oyalariga va tinchlikni istash, tinchlikni saqlash kabi asosiy bir ustuvor g'oyalar o'zida mujassam etgan bu nutq, albatta bu nafaqat Markaziy Osiyo, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga bir qaysidir ma'noda da'vat. Albatta biz bu nutqni atroflicha muhokama qilib, nutqdagi mazmun mohiyatini ayniqsa yoshlar masalalariga, tinchlik masalasiga va turli xavf-xatarlarga qarshi yoshlarda immunitet hosil qilishga ham alohida ahamiyat qaratamiz. Demak, bu bo'yicha alohida uchrashuvlar, seminarlar tashkil etib, albatta yoshlarimizni ongi va mafkurasiga bugungi bo'layotgan islohotlarda ishtirok etishga da'vat etamiz. Bu chiqish mamlakatimiz fuqarolari tomonidan ham faxr va iftixor bilan qarshi olindi. Yurtdoshlarimiz davlatimiz rahbari tomonidan global va milliy manfaatlarni uyg'unlashtirgan holda ilgari surilgan g'oya va tashabbuslarini katta umid va ishonch bilan kuzatmoqdalar.